Bugun qishlik menemen sos yopishni o'rganamiz. Mana bu ishda eng katta yordamchi shu ikkita so'yadiganim bor. Bular ham juda yupqa so'yadi, ham tez so'yadi, tishi yaxshi bo'lgani uchun sizlarga ham shundan pichoqlardan foydalanishlarni tavsiya qilaman. Endi kelaylik shu menemen sos mavzusiga. Menemen sos degani bu faqat zavtraklarda menemenni qilamiz-ku turkcha tuxum bilan shunaqa narsaga ishlatadigan sos emas. Bu sos bilan siz har xil makaronlar, ovqatlarga qo'shishingiz mumkin. Qishda tayyor svejiy pomidor bolgarskilari bo'lgan juda mazali ikrama deysiz. Qilib sos deymiz biz. Xullas men muzxonaga pomidor qo'ymayman. Nimaga desangiz, muzxonadan chiqarganingizdan keyin qishda u eriydi, o'zini ta'mini, mazasini yo'qotadi. Eng muhim bo'lgan narsa bu hozir mana shunaqa sos qilib qo'ysangiz, qishda bemalol svejiy pomidor solgandek, yozgi pomidor ta'mida mazaligina tayyor pomidorlaringiz bo'ladi. Tayyorlanishi oson. Pomidorlarimizni artib po'choqlarini tashlamaymiz. Pomidor po'chog'idan, ikkita pomidordan sizlarga pomidor tomat qilishni ham o'rgataman keyingi videolarimda. Xullas, qancha pomidordan tayyorlamoqchi bo'lsangiz, eng birinchi navbatda pomidorlarni artib to'g'rab olamiz. Na juda ham mayda bo'ladi, na katta bo'ladi. Kubik qilib to'g'rab olamiz. Kubik qilib to'g'ralgan pomidorlarimizni katta qozonimizga solamiz. Hammasini to'g'rab olganimizdan keyin sekin-tegina ochamiz. Turkiyada hattoki bu soslarni, qishlik konservalarni tayyorlab sotadigan insonlar bor. Bu ham sizga bitta biznes fikri bo'lishi mumkin. Keyin Turkiyada bankalarni zakrovashka bilan yopmaymiz. Oddiy burun qopqoqli zakrovashkalar bilan yopamiz. Eng osoni va hech qanaqasiga buzilmaydi, hech nima bo'lmaydi bankalarga. Tushunmagan yoki so'ramoqchi bo'lgan narsalaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men javob yozaman albatta sizlarga. Meni eng ko'p ishlatadigan narsam bu menemen sosi. Chunki aytganimdek, bundan men menemen qilish mumkin zavtrakka. Makarna xo'jayinim juda ham yaxshi ko'radilar. Bu sos bilan tayyorlangan makarnani. Keyin bulgur pilovi bor, bilasizlar. Turkcha o'shani tayyorlasanglar bo'ladi. Va xohlagan o'zingizni pomidor solmoqchi bo'lgan ovqatingiz ichiga solsangiz, svejiy mazali taom bo'ladi ovqatingiz. Men qishlik konservalar uchun 60 kilo pomidor zakaz qildim. Buni 40 kilosini menemen qildim. Chunki eng ko'p ishlatayotganim menemen sosi. Mana pomidorlarimiz ham qaynab chiqib, ozgina suvini tortib olgandan keyin, ozgina, ko'p emas. Keyin xohlasanglar bolgarskilarni yog'da qizartirib solishingiz mumkin, xohlasanglar shunday sovurishingiz mumkin. Men menemen sosni achchiq yaxshi ko'rganim uchun achchiq qalampir, qizil bolgarskilar va boshqa yashil bolgarskilardan ham foydalandim. O'rganinglarda shunday to'g'rab sovordim. Endi bu ham ozgina pishib oladi. Ungacha bankalarimizni yuvib, sterilizatsiya qilib tayyorlab turamiz. Yaxshilab aralashtirib, tabga ko'ra tuz solamiz va qaynab chiqishini kutamiz. Mana yana ozgina pishirib oldim. Menemen sosimiz tayyor. Sterilizatsiya qilingan bankalarimizga uni solib, og'zini yopib, salqin joyga to'ntarib qo'yamiz. Ishoninglar, bu sosni tayyorlashga o'rganib qolsanglar, har yili kilolarcha tayyorlaysizlar. Men yoshligimda juda ham katta oilada katta bo'lganman. Yozda qishlik konservalar uchun ko'pgina pomidorlar, sabzavotlar, mevalar olib kelinardi. Bittamiz bankalarni yuvsak, bittamiz chaqirdi, bittamiz sterilizatsiya qilardi, bittamiz pomidorlarni yuvib ishga kirishardi. Juda ham tezda tayyor bo'lardi. Har doim shu narsalarni tayyorlayotganda doim shularni eslayman. Inshaalloh nasib qilsa farzandlarimizga ham shunday qilib o'rgatish nasib qilsin deb niyat qilaman. Baribir oilada ko'rganingiz yaxshi bo'lar ekan. Chunki oilamda nimani ko'rgan bo'lsam, shu meni haqiqatim, meni to'g'rim, meni yo'lim bo'ldi doim.
va bular menga juda ham katta yordamchi bo'ldi. Bolani kichkinaligidan o'rgatishadi o'zbeklarda. Bu juda ham yaxshi ekan. Buni уже yoshingiz katta bo'lgandan keyin tushunib yetar ekansiz. Yoshligingizda tushunmas ekansiz. Nimaga doim mana shunaqa ish qildirishaveradi deysiz-ku, lekin shu sizni kelajakda ancha sizga yo'l bo'lar ekan. Men bugungacha ota-onamni uyimda bu jonimga bergan tarbiyalari bilan faxrlanib kelganman. Inshaalloh ularga o'xshab chiroyli tarbiya berishli farzandlarimizga nasib qilsin. Bundan keyin YouTube'da ham doim shunaqa samimiy suhbatlar bo'lgan videolar joylab boraman. Meni kuzatishda davom eting.